Bugun sizlar bilan biz 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsining 3-mavzusi urug'chilik jamiyati mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli o'quvchilar, kelinglar bugun 6-sinf qadimgi dunyo tarixining 3-mavzusi urug'chilik jamiyati mavzusi bilan tanishamiz. Ushbu mavzuda biz 3 ta eng katta davr bilan tanishamiz va aynan ushbu 3 ta katta davr insoniyat tarixida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan, juda ko'p kashfiyotlar bilan ajralib turadi. Bular qaysi davrlar deyishingiz mumkin. Ulardan birinchisi so'nggi paleolit, ikkinchisi mezolit va uchinchisi neolit davrlari sanaladi. So'nggi paleolit davri taxminan miloddan avvalgi 40-12 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Aynan ushbu davrdan boshlab toshga ishlov berish texnikasi, mehnat qurollar yasash usullari o'zgardi. Hozirgi qiyofadagi insonlar, ya'ni Kromanyon odamlari paydo bo'ldi. So'nggi paleolit davri odamlari manzilgohlari yurtimizning Samarqand shahri hududidan, Toshkent viloyati Ohangaron daryosi sohasidagi Kulbuloq makonidan va Farg'ona vodiysi hududlaridan topilgan. So'nggi paleolit davrida odamlar ancha takomillashgan kesuvchi va aralovchi mehnat qurollaridan foydalanishdi. Va aynan ushbu davrga kelib insonlar hozirgi davrda juda mashhur bo'lgan munchoqlar, tumorlar va uzuklarning dastlabkilarini yarata boshlashgan. So'nggi paleolit davri kelib insonlar urug' jamoasiga birlashgan. Bilamizki, urug' jamoasiga birinchi bo'lib ayollar boshchilik qilgan va aynan matriarxat davri mana shu davrdan o'z rivojini boshlagan. So'nggi paleolit davri insoniyat tarixida tub burilishlarni amalga oshirgan. Aynan ushbu davrda insonlar turar joylar qura boshladi. Bu so'nggi paleolit davrining eng muhim ixtirolaridan biri bo'ldi. Bundan tashqari insonlar kiyim-kechaklar tayyorlashni o'rganib olishdi. Bundan tashqari eng katta ixtirolardan yana biri bu sun'iy olov kashf qilishni o'rganishdi. Bir vaqtlar tabiiy olovdan foydalangan insonlar endi esa yog'ochni bir-biriga ishqalash, chaqmoq toshni bir-biriga urish orqali olov hosil qilishni o'rganib olishdi. Ikkinchi davrga o'tamiz endi. Mezolit davri. Mezolit davri tarjimasi o'rta tosh asri degan ma'noni anglatadi. Bu taxminan miloddan avvalgi 12-7 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Bu davr nimasidan farqlanadi? Ya'ni ilk paleolitning so'ngida boshlangan muzlik davri aynan mezolit davriga kelib chekina boshladi. Insonlar turmushda o'zgarishlar ro'y berdi. Endi insonlar o'q yoylarni kashf qilishdi va bu orqali chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mezolit davri oxiriga kelib insonlar hayvonlarni qo'lga o'rgata boshladi. Ayrim olimlarning taxminiga ko'ra, insonlar tomonidan birinchi qo'lga o'rgatilgan hayvon it sanaladi. Aynan it insonga sadoqatli bo'lib, aynan bu insonlarda ovni osonlashtirishga juda zo'r imkoniyat yaratib bergan. Mezolit davrida Old Osiyoda yangi xo'jalik tarmoqlari vujudga keldi. Bu ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik edi. Bizning yurtimizda ham aynan ushbu davrga tegishli 100 dan ortiq yodgorliklar mavjud. Bular aynan Farg'ona vodiysi, Toshkent vohasi va O'zbekistonning janubiy hududlaridan topilgan. Obishir, Qo'shilish, Machay manzilgohlari va aynan yurtimizdagi dastlabki qoyta suratlar topilgan yodgorliklardan biri Zarovsoy batafsil o'rganilgan. Mezolit davri haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Endi kelinglar, sizlar bilan 3-yangi davr, neolit davri bilan tanishamiz. Neolit bu yangi tosh asri degan ma'noni bildiradi. Qadim Sharqda ushbu davr ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tganligi bilan farqlanadi. Ya'ni insonlar o'sha vaqtdan boshlab dehqonchilik, chorvachilikka o'ta boshladi. Ya'ni ularning hayotining asosiy mazmuniga aylandi ushbu sohalar. Neolit davri O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Aynan ushbu davrda mezolit davrida kashf qilingan mayda tosh qurollari, ya'ni mikroid qurollaridan foydalanish keng rivojlandi. Neolit davrida odamlar o'troq turmush tarziga o'ta boshladi va aynan ushbu davrda insonlar paxsadan uylar qurish ham sekin-asta rivojlandi va insonlar ushbu davrdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tishdi. Va bu davrda insonlarning eng buyuk ixtirolari bu loydan kulolchilik mahsulotlar yasash, junlardan kiyim-kechaklar to'quvchilik sohasining kashf qilinishi ushbu davrning muhim ixtirolari bo'ldi. Va mana biz sizlar bilan qisqagina suhbatimizda 3 ta buyuk davr, so'nggi paleolit, mezolit va neolit davri bilan tanishib oldik. Keyingi mavzularda esa yangi davrlar bilan tanishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat barchangizga.